Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim bir haftalik kartalar orqali haftangizni ko'ramiz. Bu umumiy ochirim azizlarim. Niyatingizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Qani boshladik. Hop, dushanba kuni 20-iyul sizlar uchun qanday bo'ladi? Sizlar uchun ijobiy g'oyalar va yangi ishlaringizni saralash dushanba kuni. Ishda ham, oilada ham, shaxsiy hayotingizda ham keraksiz narsalarni unutib, ginalaringizni, ya'ni o'zingizga kerakli narsalaringizni rejalashtirib hal qiladigan kuningiz bo'ladi deb bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Endi seshanba kuni, ya'ni 21-iyul haqida ko'ramiz. Seshanba kun sizlarda qayergadir yo'l borligi bu kartamizda aytib o'tmoqda azizlarim. Sizlarda bu kun ichki hislaringiz kuchayadi. Kim bilandir muhim suhbat bo'lishi yoki uzoq vaqtdan beri o'ylayotgan masalangizga asta-sekin oydinlashib boshlaydi deb bu kartalarimizda aytib o'tmoqda. Endi chorshanba kuni. Xo'p, chorshanba kuni siz uchun qanday bo'ladi? Kuningiz qanday o'tadi? Sizlarda ko'rinayotgan bo'lsa agar bu kartamizda moliyaviy yoki ishingiz bilan bog'liqlik kichik yaxshi o'zgarish borligi, sabr qilgan mehnatingiz natijasi sizga ko'rina boshlashi mumkinligi haqida kartalarimizda aytib o'tdi azizlarim. Endi 23-iyul, ya'ni payshanba kunini ko'ramiz. O'tmishdagi bir inson, ya'ni nima desam, aqlingizdagi bo'lishi mumkin yoki o'tmishdagi bir inson haqida mavzu esingizga tushishi mumkin. Hissiyot bilan emas, aql bilan harakat qilishingiz sizga foydali bo'lishi haqida bu kartalarimizda sizga aytib beryapti azizlarim. Xo'sh, endi 24-iyul juma kunini ko'ramiz. Juma kuni siz uchun qanaqa bo'ladi? Juma kuni sizga quvonchli yangilik, ya'ni bu kartamizda quvonchli yangilik, ko'nglingizni ko'taradigan voqea ehtimoli borligi, yaqinlaringiz, ya'ni oilangiz bilan vaqt o'tkazishingiz mumkinligini va aynan juma kunida barcha siqilishlaringiz, chigal yo'llaringiz ochilishi mumkinligi haqida bu kartalarimizda aytib o'tmoqda azizlarim. 25-iyul shanba kuni siz uchun qanday bo'ladi? Azizlarim, bu kartamizda siz dam olishingiz, ya'ni bu kartamizda siz deb tasvirlasak, siz dam olishingiz va e'tibor berishingiz kerak o'zingizga. Agarda siz ruhiyatingizni tinchlantirib olmasangiz, bu kelayotgan haftada siz o'ylayotgan rejalaringiz, ya'ni planlashtirgan rejalaringiz, ishlaringiz yopilib qolishi mumkin. Shanba kunida aynan siz rejalaringizni, ruhiyatingizni tinchlantirib, rejalaringizni o'ylab olib, tartibga solsangiz, keyingi haftada tayyor bo'lasiz. Ya'ni baxt, ya'ni omad siz tarafga qarab eshiklarini ochib, nima desam, rizqlaringiz kelishi haqida bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Endi hafta yakuni, ya'ni yakshanba kunini ko'ramiz. 26-iyul yakshanba kuni.
Hop, bu yakshanba kunida yon atrofingizdagi yolg'onlardan, ya'ni yolg'onchi insonlardan uzoqda bo'lishingizni aytmoqda bu kartamizda. Hop, maqsadlaringiz yo bo'lmasa sizdagi boshqa fikrlar bu hafta so'ngida sizda paydo bo'lishini, oldinga qarab harakatda to'xtamasangiz, ya'ni siz uchun har taraflama eshiklar ochilishi mumkinligi haqida aytmoqda azizlarim. Bu bir haftalik ochirim edi. Agarda sizga bu ochirimim yoqqan bo'lsa, layk va komment yozishni hamda qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin.